Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023 yili 1-oyning 13 kuni men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Shunda qilib sizlar bilan ko'rishmagani 1 yil oldi. 2022 yili o'tib 2023 yili kirdi. Hammalarniki yangi yil bayramiga yamir qatam muborak bo'lsin. Bu yangi yil ichida hammalarniki tinch salomat, turmushinglar xotirjam, xizmat va boshqa barliq ishlaringlar muvaffaqiyatli bo'lsin. Bugun 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Bugun bu oldi bilan biz Uyg'ur Project Fondi boshlagan İstanbulda 20 leksiya 2023 yili degan faoliyat to'g'riliq qisqacha sizlarga yangi uchurlarni beraman. Hozirga qadar bizga maqola yo'llayman degan deb o'zini ifodalab bildirgan maqolalarning soni 44 parcha bo'ldi. Faoliyatning ismi İstanbulda 20 leksiya. Endi bu maqolalarniki hammasi leksiyaga qatnashmaydi. Bir qism qarindoshlar qatnasholmaydi. Ba'zi maqolalarni ehtimol biz qatnashtirmasligimiz mumkin mazmuniga asosan endi. Bu to'g'rida qaror ekanmidik. Ikkinchi ashtafalarni bu qilish mumkin. Bu leksiyaga tez muvofiq kelmaydigan mazmunlar bo'lib qolsa. Shundaqdimi 44 maqola hozir o'zini tizimlab oldi. Buning ichida hozir baholash gruppasidagi 5 a'zo ko'zdan kechirib bo'lgan va hozir baholayotgan maqolalarning soni, maqola yoki maqolaning qisqacha mazmuni shuning soni 28 bo'ldi bugun. Yine bataqi ularga yo'l olmaganlari bular obdan ketyotdi. Qisqasi bu ish hozir qadar nayti yaxshi menyotdi. Men o'ylagandan yaxshiroq. Dastlabda chet eldagi qo'lida qalam to'xtaydigan maqola yozadigan qarindoshlar shu natijalanishdagi Uyg'ur irqi qirg'inchiligi vatandagi fojia tufaylidan ro'ybak sunib hozir qo'li qalam ololmaydigan bo'lib qoldimikin deb biroz ansirgan. Men natijada o'zim baxo'sh bo'ldim. Uyg'ur Project Fondidagi qarindoshlar va biz bilan birlashayotgan qarindoshlarning hammasi shundoq. Hozir qadar bu ishni bizni qo'llab kelayotgan ziyolilarga va boshqa barliq qarindoshlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Men burundan tortib izchil deb kelyapman. Bu maqolaning temasi va qisqacha mazmunni bizga yo'llab berish muddati shu 1-oyning 15-kuni. Yine 2 kun qoldi. Shunga hozir qadar buni yo'llamagan qarindoshlar mana keyingi 2 kunni chin tutib bizga yo'llab bergan bo'lsanglar. 1-oyning 15-kundan Amerika bo'yicha hisoblagan chog'da 1-oyning 15-kuni yarim kecha soat 12 dan keyin qilib qolgan maqolalarni biz qabul qila olmaymiz. Har qanday bir ishni mustaqil vaqt bilan planlab yapmamsak bo'lmaydi. Shunga bu ishning bir muddati bor. Shuni bir taklif qildim. Bugun endi deb qilgan bir ish, men yaqindagi Facebook'ga o'zim bir maqola yozib chiqarayotgan. Maqolaning temasi o'zimizni qutuldirishda paylanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor deb. Men bu maqolada bir danliq shaxsniki bir kitobini tunishtirdim. Bu kitob mana shu 135 bu kitob. Buniki yozuvchisi Gene Sharp degan kishi. Bu kishi Yahudi ekan millati. Buni yaqinda o'qidim. Bu kishi Harvard Universitetida professor bo'lib qolgan. Andikin Boston shahridagi boshqa maktablarda professor bo'lib qolgan. Andikin Albert Einstein instituti degan bir institutni qurgan kishi ekan. Bu kishi tugab ketibdi 2018 yili. 5 yildan oldin tugab ketibdi. Bu kishi Albert Einstein donliq fizika olimi. Nisbiy nazariyasini o'tirib qo'ygan kishi endi. Shu kishi bilan yiqib o'tgan ekan. Bu o'zim Yahudi. Endi butun ömrünü zo'ravonsiz kurash orqali diktatorlikni ag'dirib o'tish sohasidagi xalqaro ilib berilgan kurashlar, inqiloblar va shuni tadqiq qilish bilan shug'ullangan ekan. Jami 40 yildan ortiq vaqt sarf qilibdi bu kitobni yozganga. Meniki biroz ta'sirlangan bir yerim, menda shunga o'xshash donli kitoblardan kam deganda 5 bor. Oniki ko'pinchasini sizlarga tunishtirib bo'ldim. Ko'pinchasini Yahudilar yozgan.
bu Yahudilar 40 yıl tədqiqat yapıp aran 130 betlik kitap yazdı ekan. Kitabı yani ki naydı dağınlıq. Ma kitap mı 2002 yıldan 2012 yılgaçılık 8 qetim nəşr qılınıbdı. 28 tilga tərcümə qılınıbdı. Bu 28 tilin içində Özbek tili, Azərbaycan mı yoki Qırğızistan tili mi var, Xitayca mı var, Tibet tilləri degəndək. Bunu mən maqalada yazıb qoydum. Bu kitabını tunuşturup oldum bütünlәй. Tünügün bu mən yazğan maqaladakı to'liq nusxasini Facebook'a chiqarib qo'ydim, tor betig'im chiqarib qo'ydim. Shu yerni o'qiy olasizlar. Bo'lsa bir o'qib beqinglar. Bu bizniki navbatdagi vaziyatimizga nihoyat mos keladi. Endi mush munosabat bilan sizlarga deydigan bir gapim, hozir maqolalar bizga kirishga boshladi. Abdullah bütün tirishchanlikni ko'rsatib, maqolani nihoyat yuqori sifatlik Uyg'ur imlo qoidasiga mos keladigan tariqada yozishga tirishyapti. Shundoq bo'lsa-mu, biz buni kitobga kirgizishdan burun yana bir qatim algakni o'tkazmasak bo'lmaydi. Bir qatim tahlilmasak bo'lmaydi. Shunga bizga Uyg'ur tili tahlillari lozim. Men bilan burun xili ko'p qarindoshlar, ukalar aloqalashgan bu jihatda. Mushta ish bo'lsa qilpirman deb. Hozir shuni vaqti keldi. Bo'lsa mushta ishni qilpiradigan ukalar men bilan aloqalashsanglar. Sizlarga vazifa bak ig'ir bo'lib ketmaydi. Men bilan aloqalashgan qarindoshlarniki soni qarab turib birdamga 2-3 parcha maqola to'g'ri kelishi mumkin. Shunga bak vazifa ig'ir bo'lib ketmaydi. Endi ba'zi mush ishni yaxshi qiloladigan Turkiyadagi lekin iqtisodiyotning cho'ng qiyinchiligi bor qarindoshlar bo'lsa, ular sizlarmi men bilan aloqalashinglar. Ba'zilaringlarga ozroqcha iqtisodiy yordam qilsaqmi bo'ladi. Bakchi qig'imiz yo'q nimishqa degan chaqda Uyg'ur Project Fondi butunlay shu yana qilingan pul bilan menayotgan bir o'rin. Biz bu o'rin bu tashkilotning ichida ish qiladigan ko'pinchalarimiz endi haq qilish emas. Bizim o'zimizning vaqtda pulni chiqarib qilamiz bu ishni. Bu bir millatning ishi endi. Ashta bo'g'ashqa imkon bor. Haq olmasanglar yaxshiroq, ammo ba'zi qarindoshlarniki bak qiyinchilik bo'lib qolsa, sizlarga ozroq haq bersak ham bo'ladi. Endi maqolani tahrirlab bergan qarindoshlar agar o'zinglar xohlasanglar, isminglarni maqolning eng ostiga yozib, bu maqolani pokuni tahrirladi deb yozib qo'yamiz. Meniki bu to'rda e'lon qilgan maqolalarning ostida bormish gap, o'qib baqsanglar bo'ladi. Ondan keyin men bu kitap uchun bir muqaddima yozaman. Muqaddimaning ichidami tahrirlikka qatnashgan qarindoshlarniki, xohlagan qarindoshlarniki ismini atab turib rahmat aytaman. Agar o'z isminglarni ilishni xohlamasanglar, taxalluslasanglar bo'laverdi. Ish qilib shu sizlarniki qilgan amginglarniki xotirasi qolib qoladi kitobda. Shunga bu ishga obdaroq ma'mul qilib qo'ysanglar. Endi yaqinki biz uchun eng cho'ng xabar bir musulmon ummiginiki, musulmon olimlar ummiginiki Sharq Turkistonga berib ziyorat qilishi bo'ldi. Hozirga qadar kelgan uchurda 30 davlat, 16 davlatdan 30 odam beribdi. Ularni diniy olimlar deb ataydi ekan. Ba'zi bir qurilgan diniy tashkilotlar bor ekan, masalan, Dünya Müslüman cemaatinin konsuli degan bir tashkilot bor ekan. Uning boshlig'i Ali Rashid Al-Nuaymi deydi. Dubaylik qahva. Birleşme Arab xalifligida ishlaydigan odamga, hukumatning odami, mush boshliq ekan. Mushlar berib Urumchiga, Qashqarga ziyoratga bordi. Hozir ketdimi yoki ziyorat qilyaptimni bilmayman. Tunugim bir kunmi ularniki Qashqarga borgan chog'da Qashqardagi qadimgi bozorning eshigining oldida Uyg'ur qizlar usul o'ynab, Uyg'urcha usul o'ynab mushlarga ko'rsatayotgan videolar chiqdi. Buni men Twitterga chiqardim. Bu ishlardan hammamizniki ko'ngli yerim bo'ldi. Nimishqa degan chog'da bu musulmon tashkilotiniki bayonoti bor, e'lon qilgan bayonoti. Bu bayonotniki birinchi moddasi we congratulate China on the completion of the counterterrorism plan in Xinjiang deydi inglizcha. Biz Xitoyni Xinjiangdagi terrorizmga qarshi planini
g'alabalik tamomlaganligini tabriklaymiz. Xitoyniki Xitoyning Şinjandagi terrorizmga qarshi planini g'alabalik tamomlaganligini tabriklaymiz debdi birinchi moddasida. Men sal turib to'xtalaman. Amerikami Xitoylarniki qilmishlar haqida bir yaqinda yangi bir komitet qurdi, bir kongressning ichida. Bu komitetniki ish nishonlarining ichida deyilgan gapning birisi Xitoyniki irqiy qirg'inchiligi davomlashyotidi degan gap bor. Men deb to'xtalaman bu to'g'riliq. Amerika irqiy qirg'inchilik degan gapni, uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilik degan ishni ma'la tabriklayotdi Xitoyni. Mushundaq odamlar nima deyman, o'zini nega qo'ysa bo'ladi uqmaymiz. Ashtaq bir ahvollar yuz berdi. Shunga xilji qarindoshlar bu jihatlarda bir narsani yozib qildi. Men bu Twitterga bir qancha narsalarni chiqardim. Shu videolarni qo'shib bir narsa yozib, tafsir bir narsa yozib chiqardim. Men qattiq norozilik bildirdim, aybladim bularni. Nima men chiqargan bir video Urumchidagi Uyg'ur artist qizlar bularga usul o'ynab numar ko'rsatayotgan bir video va shunga munosabat boshqa uchurlar. Buniki bu videosi 8500 qatimdan ko'p ko'rildi meniki Twitter hisobimda. Ondan keyin shu mazmunning o'zi 23000 qatimdan ko'p ko'rildi. Ondan keyin yana bir mazmun bordi, uniki videosi yo'q. U hozir 9800 qatimdan ko'proq ko'rilib bo'ldi. Ishqilib inkaslar yaxshi, jiq musulmonlar bularni aybladi. Bu ishlar hozir davomlashyotdi. Endi biz uchun bu bir fojia. G'arb Amerika bilan bu musulmon jamoati o'tirsidagi Uyg'urlarga qartilgan ikki xil pozitsiya, ikki xil muomala odamning ko'nglini bakyerim qiladi. Uyg'urlar hozirmi to'xtamay Makkaga berib, o'shaga sajda qilib berib, ömrü nimasiga ajiga boshqalarga berib, shularga pullarni to'lab, pullarni tashlab kelyotdi. Bu yerdagi bu arab hukumatlarining boshlig'lari bo'lsa, Xitoy bilan ishqin tashqiyon bo'lib, Xitoyniki Uyg'urlarni qirg'anligini muboraklab, mashlashan qilyotdi. Ashta bu boshqa odamning ko'ngli qancha bo'lsa-mu yerim bo'lmay turmaydi endi. Yaqinqi yana bir cho'ng xabar, men sizlarga o'tganda degandim, Amerikaniki Avam palatasida o'tgan yil 11-oydagi saylamda Cumhuriyet Partiyasi ko'p sonliqni egalladi. Ashta bu boshqa Amerikada huquq jihatdan 3-o'rinda turadigan Speaker of the House deydi. Mushu odamni Cumhuriyetchilardan tanlash ishi bo'ldi. Men o'tgan yil rasmini ko'rsatib qo'ygan Kevin McCarthy degan kishi saylanib qilishi mumkin deb. Naiti jiq bo'ron chapqullar egiz pasliklar bo'lib ketdi. Bu odamniki saylanishida odamni naiti ansirtadigan, hatto nafratlantiradigan ishlarmi bo'lib ketdi. Uni bu yerda demayman, nima degan chog'da ular biz bilan bakchoq munosabat emas. Ammo biz munosabat qismini sizlarga deyman. Shunday qilib bu odam saylanib, bu yangi Avam palatasi ishga tushib, birinchi kuni qilgan ishi bularning Xitoyga qarshi bir komitet qurib chiqdi bular. Bu komitetniki a'zolari ikki partiyadan bor, Cumhuriyetçi Demokratlarniki. Buniki to'liq ismi United States House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party. Amerika bilan Xitoy Kompartiyasining o'tirsidagi strategik raqobatga mas'ul tanlash komiteti degandek rahbar komitet bular qurilib, andan keyin o'tirga nima ishlarni qilganligini biroq e'lon qilindi hozir. Buniki asosiy maqsadi hozir bir yangi so'qoq urush boshlandi. Xitoy bilan Amerika o'tirsida mushtaq bir vaqtda biz Xitoyniki kengaymichilik siyosatiga qattiq siyosatlarga taqobil turishni maqsad qilamiz degandek rahmat bunda.
Ondan keyin Amerikaning iqtisodini kuchaytirish, Amerikaga kirayotgan mallarniki kanallarını nereden keldi bu mallar? Muşlarni qaytadan qurib chiqish, asosligi Xitoydan keladigan mallarni imkon bor chiqarib etish bundan keyin. Mushni maqsad qilgan. Ondan keyin kishilik huquq uchun so'zlash, andan keyin harbiy kengaymachilikka qarshi turish, Amerikaliklarniki shaxsiy uchurlari, aqliy mulklari, xizmatlarniki o'g'irlanishini to'xtatish. Andan keyin bunun da diliga yan bir gap, Xitoyniki hozir qadar deb kelgan tinchlik ichida taraqqiy qilish degan hukm bu butunlay bir fantaziyaga aylandi. Shunga biz endi Xitoy Kompartiya hukumati bilan jiddiy holda qarshilashmasak olmaydi, ular taqabul qilmasak olmaydi degan gap o'tirib chiqdi. Bu ishlarni sabablarini tushunasizlar. Clinton vaqtidan tortib Amerika Xitoyni o'zining qo'yniga elib, uningga manguliq eng yaxshi muomala qiladigan davlat soatini birib, nima dunyo savdo tashkilotiga kirib degandek nurg'un ishlarni qilib ketgan, qo'shamat qilib, yo'lab degandek. Maqsadi agar Xitoyniki iqtisod taraqqisa, ular demokratiyaga mangdi degan ashtar bir tushdi. Bu butunlay berbat bo'lib hozir Xitoy Amerikaga qarshi kiyimlarini sevib qilib chiqdi o'tirga. Ashtar bu boshqa komitet endi shuning qarshi qo'yilgan komitet. Ondan keyin bu qatimki shu komitetniki jiddiy o'tirib qo'yilgan narsa Xitoy Kompartiyasi Amerika uchun eng cho'ng tahdid degan gap bo'ldi. Ondan keyin Xitoy irqiy qirg'inchilik sodir qilishni davomlashtiryotdi. Bu Uyg'ur masalasiga qaratilgan kongressda mushtaq bir yangi komitet qurilib, bundan keyingi ish qilish planlarini, siyosatlarini tuzib, buning ichida Xitoyni hozirmi irqiy qirg'inchilikni davomlashtiryotdi deb ochiq atishi biz uchun bir cho'ng xo'shallanarli ish. Buni Kevin Murkasim dedi, shu muxbirlar yig'inlarida, shu genocide, irqiy qirg'inchilik degan gapni necha qatim dedi. Xo'shal bo'ldim men ko'rib. Hozir endi shu o'tirib qo'yilgan siyosatlarning ichida, planlarning ichida Xitoyniki, Xitoy virusining manbasini tekshirish jihatda hozir qadar hamkorlashmaslik, yolg'onchilik qilish, bu jarayonni qalamqonlashtirish ishlari o'tirib qo'yildi. Shuning asosan endi ba'zi analizlar deydi, bu qitim Amerika Xitoy virusi zodi qandaq o'tirib chiqqan, shuni tekshirib, bundaki Xitoyda chiqqanligini jazmlashtira olsa, shundan keyin Xitoyga mush bilan bo'lgan iqtisodiy chiqimni to'ltish ishini olib boradi deydi. U ishni yolg'iz Amerikalik qilmay, agar Amerika deb bu ishni jazmlashtira olsa, butun dunyodagi Xitoy virusi sababidan cho'ng ziyon uchragan davlatlarning hammasi o'rtaq qo'pish mumkin. Bizga iqtisodiy to'lam to'lsin deb. Ashta qolgan joyda Xitoyniki qaysi darajada vayron bo'lishini tasavvur qilish mumkin. Ig'ir darajada vayron bo'ladi deydi. Buning ichida Amerikaniki ko'zlayotgan bir nuqtasi hozir Xitoy amaldorlarining Amerikada ko'p miqdorda maxfiy boyligi bor, pullari bor bo'laniki. Amerikadanki birinchi qiladigan ishi shularni to'ng'itadi deydi. Men sizlarga burun deb kelgan Xitoy hukumati, Jallod Shi Jinping qatorli Xitoy amaldorlari Amerikaning Xitoy davlatiga qanday tadbirlarni, embargolarni qo'llanishdan ancha ansirab ketmaydi. Eng ansiraydigani ularniki shaxsiy boyligini musodara qilish. Buningdan intayin ansiraydi. Ashtaq bu boshqa Amerikaniki motisayotgan yo'li, buni haqiqiy unum beradigan yo'l bu. Agar Xitoy davlat rahbarlarining iqtisodini to'ng'itish sohasida ish yapasa, u joyda Xitoylar rasmiy tipirlaydi. Amaliyotda tipirlashni boshladi. Men bu to'g'rida izoh to'xtalman sizlarga. Buning mushtoq siyosatlarni o'tirish qilishning unum bo'lyotdi.
Anındaki Xitaylar her yılığa köp neçe milyon, neçe 10 milyon dollarla kıymetindeki akli mülklerini uğurlap gidiyordu Amerika'dan. Bunu bilsizler. Anındaki Xitay Tayvan'ga mu tehdit savatıdı. Bu narsalarning hammasi shu komitetniki planların ichiga kirgizilgan. Ondan keyin aytaman degandek bu komitetniki a'zolari 2 yil partiyadan bor. Ondan keyin buningga bilet tashlagan vaqtida Amerikadagi Avam palatasida 435 a'zo bor. Bu mush komitetni qurish planiga ovoz berganlar, qo'shilganlar 365 miniki farzimcha, voz kechganlar 60 necha, qarshi turganlar bor. Bir qiziqarli yeri qarshi turganlar mush Amerikaniki Avam palatasida a'zo Xitoydan 3 bor ekan. İkisi Kaliforniyada, yani birisi Washington shtatida deyman, mening esimni qilishicha. 3 Xitoy bor ekan. Bu Xitoy 3 Xitoyning hammasi bunga qarshi bilan tashlabdi. Tashlab tikandik, men buni Twitter chiqarib qo'ydim ularni rasmlari bilan qo'shib. Ularni CCP Chinese deb atadim. Xitoy Kompartiya Xitoylari deb. Nayti Rushan Badiyoq 3 Xitoy bor ekan Amerikadagi Avam palatasida. 3 yilisi mashinaga bilet tashlagan vaqtida ma komitetni qurdiganga qarshilik ko'rsatib bilet tashlabdi. Voz kechishim yo'q. Shu buni Twitterga chiqarib qo'ydim men. Shunga endi mushlar qurilib agar Xitoyniki, mash virusniki Xitoydan chiqqanligi, Xitoyning qo'yib berganligi agar bosh bo'lsa, Xitoy nihoyatda cho'ng balobatga uchraydi iqtisodiy jihatdan. Endi Xitoy hukumati Jallat Xi Jinpingdan tortib yaqinda o'ziniki iqtisodiy siyosati bilan tashqi ishlar siyosatini nihoyatda qattiq o'zgartdi. 180 gradus cho'rdi ta'tirga. Buni iqtisodiy jihatda burun cheklagan, zarba bergan shirkatlar emas, yuqori texnologiya shirkatlari deymiz. Shaxsiy korxonalar mushta to'g'riliq yaqindandi. ishni yetish degan gaplarni qaytadan o'tirib chiqib nurg'un narsalar shu Jallat Xi Jinping yaqinda qo'llangan siyosatlarning hammasini 180 gradus oxirgi cho'rib o'tadi. Bu ishlar bo'lyotdi hozir. Ondan keyin tashqi ishlar siyosatida Xitoy yaqinda Janlang Jonsa deydi. Bu urushqoq bo'ri siyosati deb. Hamma yerda Xitoylar boshqalarga ho'kirab, mushatib, yukchaklik qilib ashta qilgan. Yaqinda biroqlam yumshab ketdi bu jihatda. Janli Janda bir Xitoy boti, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi buni yo'tkiyapti. Eng lushchak bir guyti buni yo'tkiyapti. Ashta qilib hozir endi Xitoy hukumatı chet elga biroz muloyim bo'lib, burunqi urushqoq bo'ridan hozir bir yuvosh odamdek ko'rinib, bo'libmi Yevropa bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash jihatda bir qism yangi ishlarni tutyotdi bular. Xitoyniki Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashiga ko'zi yetmaydi hozir. Shunga Amerikani tashlab qo'yib bu jihatda biroz burunqidan yumshidi. Masalan, Qingang degan bir Xitoy bor, bu Amerikaga yangidan Amerika konsulxonasiga konsul bo'lgan Xitoy. Buni hozir Xitoyga yetkazib akitib Xitoyga olib tashqi ishlar ministri qildi buni. Bu hozir nihoyat Amerika xo'shamad qilgan gaplarni da'vatidi. Yumshab ketdi beklamkin. Shunga o'sha qotdi, lekin Xitoyniki o'zining nishoni hozir Yevropa bilan bo'lgan munosabatni yaxshilab, shulardan yordam so'rash. Endi bu ish amalga oshmamdi bo'lmaydi. Yevropaning ko'zi bek ichilib ketdi hozir. O'sha boshqa Xitoyniki damiga buningdek asosga tushmaydi deb o'ylayman. Endi Xitoy hukumatiga hozir 2 sohada ig'ir besim keldi. Onun birisi ijtimoiy sohada. Ijtimoiy sohada deganimizda buningki cho'ng bir namoyandasi yaqinda bo'lgan oq qog'oz inqilobi. Oq qog'oz inqilobida Xi Jinping taxtdan tushsin, Kompartiya taxtdan tushsin degan sho'rlar to'landi. Bunda sho'rlar Xitoyniki yaqingi tarixida o'tirib chiqib boqqan emas. Bu Xitoyni intan tushdi, Xitoy rahbarlarini, hukumatini, Xi Jinpingni hammasini. İkincisi iqtisodiyotdagi besim. Bu jihatdagi besimniki cho'ngroq kelayotgan manbalar Shanxay bilan Guangdong 2 yerdan cho'ngroq keldi.
hozir yerlik hukumatniki g'azinisida pul qolmay intayin cho'ng krizis qarab mangday bo'la. O'zim boqolmaydigan holat kelib qoldi. 3 yil bo'lgan ma u Xitoy virus sababidan ishlarni taqab ishlab chiqarishlar to'xtab degandek bir ishlar bo'lib ketgili. Buning ichida Sharq Turkistonmi bor. Yaqinda bir video chiqdi, ko'rdinglar. Uyg'urlar shu kunda birinchi oyda muzning ustiga dastlab turib bir kivazlik etizida kivaz qilyotdi. O kivazlik etizida muz to'lib ketgan, suvli muz to'lib ketgan kishilar shuni ustiga dastlab turib. Xitoy 3 yildek vaqt ichida bu dehqonlarning etizdagi ziraatlarini yig'ishga yo'l qo'ymaganlik uchun iqtisodiy chekinib ketib, endi musharatga tushyapti hozir. Bu ahvol Xitoyniki ham yerda bor. Ashta bu boshqa yaqinda Xitoylar shu iqtisodiy jihatda İngilizce reset deb atadi. Buni reset degani xuddi kompyuterlarni o'chirib qaytadan ochganga o'xshash, telefonlarni o'chirib qaytadan ochganga o'xshash. Reboot, reset degandek ashta narsa qilyapti hozir. Bu siyosatlardan butunlay yangidan boshlansa bo'lmabdi deb. Shaxsiylarniki shu yaqinqi bir necha 10 yil ichida jiqqan pullari tugab ketdi bu qatim. Hozir shaxslarning puli qolmagan ahvol ig'ir. Nimcha deganda xabarlarda bor. Nol virus siyosati deb kishilarni uydan chiqarmay, suluv etib, darasini pul to'lgizib, har qatim virus sinig'ini qismi pul to'lgizib, ishqi pulni to'lgizib, ishqi bormay, yaqinda bularni dahshat qiyin edi. Virus sababidan hozir o'lib ketib qolganlarmi intayin ko'p. Xitoylar nomus qilmay, jamiyatlardan 40 necha deyotdi. Ammo qarasanglar, mashina quyida o'rinlar tushib ketgan jasadlar, yo'llardagi jasadlar haqlar hozir ulfni sirtqa chiqib ko'ydirish degan ishlar bo'lyapti. Ishqilib, mushu ulfni ko'ydirish uchun 30 ming so'm pul xarjlab degandek, oqishni minib degan ishlar bo'lib ketdi. Mushun bilan shaxslarnikimi yanchi qurilib ketib hozir nihoyat ig'ir iqtisodiy ahvol yuz beryapti. Yaqinda o'tirib chiqqan yana bir gap, xalqaro mediada chiqdi bu gaplar. Bu Xi Jinpingniki yaqinda nol virus siyosatini bekor qilib kishilarni sirtqa qo'yib yetishidagi sabab shu siyosat davomlashayotgan vaqtning o'zidalamkin virus bak kang turi taqilib bo'libdi aslida xalqlarga. Ashta boshqa bu yeni ishini taqab qo'yishni hech qanday qimmat qolmagan ekan. HVTL deb HVT deydi. Amaliyotda Xitoyniki kang turi virusning kang turi tarqalishi Xitoyning kompartiyasiniki 20-qurultiyi davomlashayotgan vaqtida bo'lgan ish gap. Mushtaq gaplar o'tirib chiqyapti hozir xalqaro medialarda. Yana bir ahvol hozir Xitoy bu siyosatni nihoyat tez 180 gradus ta'tirsiga burayotganlik uchun mayli Xitoy davlati ichida bo'lsin, mayli xalqaro bo'lsin, kishilar Xitoy hokimiyatiniki siyosatchidagi o'zgarishiga yetishib bo'lmay, egishib bo'lmay qiynayotgan ahvollar yuz beryapti. O'zgarish pek tez bo'layotgan uchun. Yana bir cho'ng yuzlanish hozir dunyo bo'yicha umumyuzlik Xitoydagi shirkatlarini boshqa yerga yo'tkash, achkitish bu ishni qilyapti. Amerika shirkatlarini imkon bor Amerikaga qaytarib kelish bu ishlarni ep beryapti. Yaqinda mushada bir diqqat chiqqan. Burun nurg'un shirkatlar mahsulotni Xitoyda ishlab chiqarsak, azan to'xtaydi deb shirkatlarni olib olgan endi. Hozir qarasa Xitoy masalan Amerikadagi bir qism shirkatlar shirkatini Amerikaga kelgandan keyin qarasa, Amerikada topadigan pulsi Xitoynikidan ko'pkan. Sabab nima desa, Xitoy bu Amerika shirkatlari ishlab chiqargan mahsulotlardan 60% dak bajardi ekan. Shunga bular 40% dak setib pul topadi ekan, ammo Amerikaga kelsa, to'lagan bejanayda 30% dak bo'ldi ekan. Ashta boshqa Amerikada ko'proq pul topadi ekan. Mush jihatlardami ba'zi iqtisodiy dekretlar o'tirib chiqdi. Shuning bilan qog'ozlarni rag'batlantirish jihatga nihoyat turtki bo'lyapti mushtaq ma'lumotlar. Yaqinda yana shu Xitoyniki shu siyosat o'zgartish ahvollari oid xalqaro maqolalar chiqyapti. Bunun ichida Amerikada chiqqan cho'naq ishki maqola bor. Ularniki birisida deyishicha Xi Jinpingni yerlik hukumatlar o'rgatish mumkin. Bir yerlik hukumatlar siyosiy o'zgarishlar qilib o'rgatish mumkin degan gaplar o'tirib chiqdi.
Andan keyin albatta men degandek Shi Jinping hozir g'arbdan bo'libmi Yevropadan iqtisodiy jihatdan yordam so'rashga boshladi degan gaplarmi mush maqola o'tirib chiqdi. Nurg'ullarning qarashicha Xitoy Kompartiya hokimiyati shu bir necha yilning ichida o'lib ketishi mumkin deydi iqtisodiy sababdan. Iqtisodiniki vayron bo'lishi sababidan. Xabaringlarda bor Xitoy davlati dunyoniki bir mahsulot ishlab chiqarish zavodi bo'lib qolgan. Yeni mahsulotlarni ijod qilish emas. Bu jihatda Xitoylar intayin oqida. Bularning qilayotgan anchamiz yangi ishlarining hammasi o'g'irlab qolgan ishlar, Amerikadan o'g'irlab texnikani. Lekin qolgan vaqtini chiqarib o'tgan vaqtida Xitoyniki o'ziniki aqli bilan vujudga keltirgan, barpo qilgan, ijod qilgan narsalar yo'q. Bu bir dunyo zavodi bo'lib kelgan. Hozir endi dunyodagi shirkatlar hammasi ko'chib ketsa Xitoylardan bu ish butunlay o'ladi. Xitoyniki 1 milliard 400 ming nüfusini beqishi ig'ir masala bo'ladi endi. Ashta bu boshqa shu iqtisodniki yimirilishi sababidan Xitoy Kompartiya hokimiyati yimiriladi degan gaplar ko'p chiqyotdi yaqinda. Bundan ko'payib qoldi hozir. Yana bir ish yaqinda Xitoy o'zini Rossiyadan jiroqlashtiryapti. O'tgan yil 2021-yili 3-dekabr Xitoyniki hukumatidan chiqqan bir hujjatda o'zlariniki Xitoy hukumatiniki Rossiya bilan bo'lgan munosabati haqidagi siyosatlarni o'tirib qo'ygan. Buni Xitoycha sangameyo deb ataydi, ish yo'q deb. Bu ish yo'q, nima yo'q desanglar? Xitoy bilan Rossiya o'rtasida cheklangan rayon yo'q. Demakchi o'g'ini biz butun sohada hamkorlashamiz degan gap. Hamkorlashmaydigan soha yo'q. Cheklangan rayon yo'q. İkincisi to'silgan chegara yo'q. Bu muabbakaga olib ketadi. Ish qilib qaysi sohaga maqsa bu yerda chegara yo'q o'tirsida, sen masahada Xitoydan Rossiyaga o'tsang bo'lmaydi yoki Rossiyadan Xitoy o'tsang bo'lmaydi degan gap yo'q. Bizim bütün chegaramiz, bütün sahanın chegarasi uchoq degan gap endi. To'silgan chegara yo'q. Uchinchisi yuqori cheklimi yo'q. İslamda har qanday bir ishniki yuqori tuvan cheklimimiz bor bo'ladi. Lekin bu yerda Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatda yuqori cheklimi yo'q. Bu 2021-yilning oxiri Xitoy e'lon qilgan Rossiyaga qaratgan siyosati. Bu siyosatni o'tgan yil 2-oyda Putin Xitoydagi qishliq olimpik musobaqasiga qatnashishga kelgan vaqtda rasmiy e'lon qilgan boshqasi. E'lon qilib shu bo'yicha ketayotgan. Endi yaqinda necha kunning oldida amaliyotda Amerikada Xitoy konsulxonasining boshlig'i bo'lgan Chingang Xitoyga ketib hozir Xitoyning tashqi ishlar ministri bo'ldi. Lekin Amerikaga o'qishni boshqa o'tkazib bermadi huquqim bor. Bu hozir endi yaqinda kim bilan ko'rishib Putin bilan o'zi bilanmi yoki Putinning odamlari bilanmi hozir Xitoyniki yana bir yangi siyosatni o'tirib qo'ydi. Buningda 3 sangi bu deydi buni. 3 yoq. Onun birincisi biz Rossiya bilan bu Cem'in do'st desakmi bo'lmaydi. Amerika va uniki biz Rossiya bilan ittifoqdosh tuzmaymiz deydi. Bu Cem'in ittifoqdosh tuzmaymiz, ittifoqdoshlik tuzmaymiz. İkincisi bu dikan biz karşılaşmaymiz. Birincisi ittifaktaş bo'lmaymiz Rossiya bilan, ikincisi Rossiya bilan karşılaşmaymiz. Üçüncüsü bu cündü desem falan deydi. Üçüncü bir tarafga karşı bu cündü desem falan. Manasal taşıp basamaptıken. Üçüncü bir tarafga karşı iş yapamaymiz. Başlarken endi. Başta siyasatni oturup qo'yibdi. Endi bu nimacha o'tirib chiqdi desanlar, xabarlarda bor. Hozir Rossiya va Ukraina urushida ig'ir darajada ziyon tortib, mag'lub bo'lish tarafiga qarab menyapti. Rossiya mag'lub bo'lsa, undan keyin nurg'un ishlar bo'ladi. Xalqaro Rossiyani nurg'un to'lam to'ltadigan bu ishlar bo'lib, Rossiya asosan
xalqaro sahnadagi bir cho'ng kuch, bir kuchli kuch bo'lish slaydidan qoladi bu qatim. Ashta bu boshqa Xitoylar shu vaziyatni ko'rgandan keyin endi asosda o'zini Rossiya bilan jiroqlashtirib, g'arbga, Yevropaga yaqinlashtirman deb ma'nosini o'tirib qo'yotdi. Amaliyotda bu bu yangidan chiqqan uch siyosat dunyoni aldash uchun o'tirib qo'yilgan siyosat. Bunda qarmoqqa xuddi Xitoy hamda rasmiy Rossiyadan qo'l uzib, bosh tarafga mangandek mushta bir ta'sirotni birdi kishilarga, lekin bu yolg'on. Dunyoga xuddi Xitoy davlat ichida nurg'un davlat xalqini, davlat ichidagi xalqni aldash uchun nurg'un yolg'on tashviqotni qilgan o'xshashlar xalqaro qilayotgan bir tashviqoti amaliyoti bo'lsa Xitoy Rossiyadan jiroqlashgani yo'q. Haqiqiy nuqtani aytgan chog'da tashviqoti bo'ladida amaliyot unday emas. Endi Müşsaniki zaten qaysi darajada rost, qaysi darajada yolg'on ekanligini bu yil 3-oyda bilamiz. Yaqinda Jallod Shi Jinping Putin bilan bir qatam videolik ko'rishdi 2 soatdak, 2 soat 4 soatmi uzun so'zlashdi bola. Shu chog'da Putin Shi Jinpingni bu yil 3-oyda Rossiyani ziyorat qilishga taklif qildi. Davlat darajadagi ziyorat qilishga taklif qildi. Bunun qarta Shi Jinping pozitsiya bildirmedi. Yoki ma'qul ya yo'q demedi. Ashta bu boshqa mushu ishning natijasi qanday bo'ladi? Biz shuni qarab turib, bu ikki davlat o'tirishning munosabatniki qaysi darajada ekanligini biroz bilaymiz. Agar Shi Jinping bo'lmasa, bu jiroqlashdi desak bo'ladi, biroz jiroqlashyapti. Bu shu 3-oydagi kurishish Xitoy Rossiya o'tirisidagi munosabatni sinaydigan bir ish bo'ladi endi. Endi vatan haqida yaqinda kelgan uchurlar bak ko'p emas. Hozir ko'proq bizga kelgan uchurlarniki endi bir uchur endi. Sharq Turkistondami Uyg'urlar kishilarniki pasport ilishi yo'l qo'yibdi degan gap chiqdi. Bir Xitoy shu Urumchidagi shu vizlarni bijiradigan markazda turib bir qisqa video ishlab uni to'larda taqdim etdi. Xinjiang Xinjiang Huzhou banli 全面恢复正常 deb Xinjiangdagi pasport ishlashlari umumyuzlik asliga keltirildi deb bir zalni ko'rsatib, ishda nurg'a damlar bor. Shu bir video chiqdi. Bu Uyg'urlarcha shunday emasmi qilolmaydi. Men ba'zi o'zim taniydigan kishilarniki ota-onalari pasport olganligini angladim, ammo bak ko'p emas ayrim ahvol. Shunga bu ish Uyg'urlar uchun umumyuzlik ishmi emasmi uqmayman. Men bu videoni tunugin nima chiqarib qo'ygan Facebook'ga. Tunugin qaysi vaqtda chiqarganligim esimda yo'q. Lekin buni Uyg'urlar dahshat ko'rib ketdi. 2400 dan jiq odam ko'ribdi. Mening videolarimni hech kim uncha ko'rmaydi. Bu men chiqargan videolardan bu video nihoyatda jiq ko'rilibdi. Shundan chet eldagi qarindoshlar vatandagi ota-ona, qarindosh, urug' tuqqanlarni ko'rishga naqadar tashna bo'lib ketganligini ko'rsatdi endi. Men hayron qoldim biroz. Bir kunga bo'lmagan vaqt ichida 2400 qatim ko'rilib qopti Facebookda. Mening videolarim hech kim uncha ochiq ko'rmaydi. Bu bir ahvol. Andan keyin yana bir ahvol. Yaqinda Uyg'urlarni ko'payib ketdi. Men o'zim tuniydigan qarindoshlarniki ota-onasi, yaqin tuqqanlari va boshqa xabarlardan mustaq o'tib ketdi, bu ketdi degan xabarlarni ko'p angladim. Bizning miyalardami nazarlar bo'yotdi oqaqadan o'tib ketishlar bak eg'ir. Tunugin bir qarindoshimiz menga bir shu WeChat'ga o'zaro deyishgan bir uchurdan rasm o'tibdi. Uningda deydi, hozir bizning vatanda jasad ko'ydirish o'rniga odam oldi ekan, bu mazmun uyg'urcha. Odam oldi ekan, kunduzi ishlasa, kuniga 800 so'mdan bir ekan, kechasi ishlasa bir oqshomliqqa 1800 so'mdan bir ekan, ishlamsan deb ekan. Buni javob bergan yana bir uyg'ur, voy bu karomat ishkan-ku. Agar buni ish bo'lib qolsa, agar bir oqshom ishlab 1800 so'm topadigan ish bo'lib qolsa, men jasadli qashib ketsin berib tutilib akprashga rozi. Hozir biz pul qolmay kunimiz odam ko'tagil bo'lmagan darajada nachalashib ketdi degan gaplarni debdi bu kishi. Ashta qilib
bu ahvoldan qaragan chog'da bu gapni 180 so'm bersa jasad qechib ketsinmi berib tutib kelaman namoratlikdan bak zirikdim deb yozibdi uyg'ur ashta bo'pti endi shunda qaragan chog'da mushunda qaragan chog'dami bizni vatandami uyg'urlarni o'lib ketish ahvoli ig'ir deb qarashga bo'ladi xitoyning boshqa joylarga o'xshash buni men burun deb kelgan turma lagerlarda nima ish bo'lib ketdi dedi bu to'g'ri hech qanday xabar yo'q hozir xitoy bu sohadagi uchurlarni intayin qattiq kontrol qilyotadi endi oxirida deb qo'ydigan bir ish hozir endi amerikadagi ba'zi nupuzli o'rinlar bu yil iqtisodniki qanday bo'lganligi haqida ba'zi bir mo'ljallarni o'tirib qilyotidi o'tgan yil paychak bozori intayin ig'ir darajada tushib ketdi 20%dan 30% tushib ketdi asosan pensiya maoshini shu paychak bozorlarga qo'yib qo'ygan kishilarniki pulniki qiymati 20%dan 30% tushib ketdi endi ba'zi organlar amerikadagi cho'ng Morgan Stanley degandek bir organlar shuni tadqiq qilib mushadagi ishlarni burun har qatim paychak bozori bir yilda mushuncha tushib ketsa keyingi yili kam deganda 20% o'sganligini debdi shu faktlarga asosan endi tarixga nurg'un qatimliq o'zgarishlarga asosan 2023 yili amerikaniki paychaklarning qiymati 20% yoki undan ko'p o'sishi mumkin degan narsani o'tirib qo'yibdi ashtan bilan hozir biz xitoyniki siyosatniki iqtisod siyosatniki o'zgarishi bilan hozir Alibabaga o'xshash shirkatning paylari mana shu oldingi bir hafta ichida tez o'syotdi hozir amerikaniki paychak bozoridami har kuni o'syotdi hozir o'sib menyotdi endi xalqning qo'ygan mo'ljali shu endi agar mush mo'ljallar to'g'ri bo'lsa 2023 yili xitoydan boshqa yerlardagi iqtisod biroz yaxshilandi 2022 yilga qaragancha deyish mumkin endi ahvol mushtarak bu jihatlarda man endi keyinchi yangi uchurga erishgan vaqtimda sizlarni xabarlantirib boraman meniki bugun so'zlagan mazmunlarim shunchalik kelar qatim ko'rishishcha omon bo'linglar bu maqol mangdiradigan qarindoshlar 15 yanvar yine 2 kun qoldi buni unutib qolmanglar kelar qatim ko'rishishcha omon bo'linglar xayr xo'sh Allohga omonat